Biz o'zbek tilida gapiramiz. O'zbekistonda davlat tili o'zbek tili. Birinchi tili chiqqanda gapirganingiz u ona tili hisoblanadi. Shuning uchun biz ona tilimizda gapiramiz. Shunga rus tili, ingliz tili, nemis tili qo'shilgan. U mana misol uchun har bir davlatda o'z tili bor. Men sizlarga til haqida tushuncha beraman. Bu tilimiz bizning ruhimiz, millat ruhi hisoblanadi. Ya'ni mana siz nemis tili o'rganyapsiz, rus tili o'rganyapsiz. U davlatlarda mana Rossiyada rus tili o'rganishadi, rus tilida gaplashishadi, Germaniyada nemis tilida gaplashishadi. Bu ularning o'zini davlat tili hisoblanadi. Bu tilni nima uchun o'rganamiz biz deganda, misol uchun o'qish uchun borishlari mumkin, ishlash uchun borishlari mumkin, to'g'rimi? O'shuning uchun o'sha davlatlarga borib, hali ishlash, o'qish yoki savdo aloqalar o'rnatish uchun bu tillar o'rganiladi. Bundan tashqari tilimizni rivojlantirish har birimizni burchimiz. Ya'ni tilni yaxshilab o'rganib, imlo xatolariga yo'l qo'ymaydigan qilib yozadigan bo'lish, xatosiz o'qiydigan bo'lishimiz kerak. Bundan tashqari mana tashkilot nomlari boshqa tillarda yoziladi, to'g'rimi? Inglizcha nomlar boshqalar bo'ladimi tashkilotlarda? Endi xuddi o'shalarni biz o'zimizni tilimizni rivojlantirish uchun hamma narsaga o'zbek tilini bunaqa qilishimiz kerak, milliy nomlar qo'yishimiz kerak. Bundan tashqari buyuk siymolarimiz tilni rivojlantirish uchun qancha ishlar olib borishgan. Masalan, kim olaylik? So'z mulkining sultoni Alisher Navoiy tilni rivojlantirish uchun qancha hissalar qo'shgan. Mana madhiyani yozgan Abdulla Oripov. U qanaqa qilib chiroyli qilib so'zlar kiritib anaqa qilgan, madh etgan davlatimizni. Buni nima deydi, gap bilan gapirish, tushuntirish juda ham mushkul. Chunki shu qadar hali tilni zo'r bilganidan, til boyligiga shu qadar dunyoqarashi keng bo'lganidan shu qadar chiroyli qilib yozgan. U yuragimizgacha yetib boradi madh etgandan keyin. Men sizlarga til haqida she'rim aytib beraman. Ona tilim so'zga boy, sizga yonhoy nihoy. Men shu tilda so'zlayman va shu tilda kuylayman. Tilni sotganlarni, gunohga botganlarni bo'lding deya havoyi, kechirmagay Navoiy. Bundan tashqari tilimizni bilsak, juda ham chiroyli she'rlar madh etsak bo'ladi, yozsak bo'ladi. Men sizlarga yana O'zbekiston she'rini o'qib beraman. Vodiylarni yayov ketganda bir ajib his bor edi menda. Chapar urib gullagan bog'im, o'par edim vatan tuprog'im. Daryolardan kuylab o'tardim, ertaklarga quloq tutardim. Hammasini tinglardim, ammo o'xshashini topmasdim aslo. O'xshashi yo'q bu ajib bo'ston, dostonlarda bitgan guliston. O'zbekiston deya atalur, uni sevib el tilga olur. Chiroylidir go'yo yosh kelin. Ikki daryo yuvar kelin. Qorli tog'lar turar boshida, gul vodiylar yashnar qoshida. Jon atrofga yoyganda gilam, aslo yo'q